Rus murojaatlari. Biz ko'rsatuvimizga yo'llangan murojaat yuzasidan Bulung'ur tumani Katta qishloq mahalla fuqarolar yig'iniga bordik. Aholining aytishicha, ular bundan bir necha yil oldin qurilgan imoratlari xatlovga kiritilmagan ekan. 18'dan to'layman. Hammasini 3 ta uy. To'lab turibmiz mol-mulk. Bu noqonuniy qilingan narsa dokument etdi. Noqonuniy biz kadastr kim qilib bergan so'ramadingizmi? Kim qilgan? O'zlari qilgansizlar ko'rasan. Noqonuniy. Yashagan uchun to'la, ishlatgan uchun to'lagansan bunday. Yer solig'ini to'laganmisiz? Ha, yer mulk to'lagan. Endi jarima to'lash xonusda ona qilyapti. Buzasan ham buz deydi. Buni farzand bor, kelin bor, chiqarishim kerak. Mana ularni men sozlab qo'ydim shuni. Svet o'tkazsam, olib kelaman kelinlarni, farzandlarni. Murojaatchilarning aytishicha, bu yerlar ilgari savxoz idorasiga tegishli bo'lgan, ammo tashkilot tugatilgach, o'sha vaqtdagi rais tomonidan aholiga tomorqa yer sifatida bo'lib berilgan ekan. Shu yer shunday tashlandi, ko'mir anonima, musor bo'lib, kul bo'lib, to'g'ri bo'lib, jontiq bosib ketar. Keyin bizlar 4 sotik joyda o'tiramiz. 4 sotik joyda o'tirgandan keyin mahalla qo'shimcha ta'mir qilib berdi bizlarga. Xo'jayinimning mazasi yo'q edi, ikkinchi guruh nogironi edi. Keyin mana shu yerlarda keyin o'zimiz o'xshatdik. Ana makka ekdik, pomidor ekdim, mol qildim. Shuning orqasidan bolalarimni uylantirdim. Endi mana uyda ba'zi shu uylarni solsam, naturalni joy bu yerga mumkin emas deb turibdi, bilmayman. Qurilganlarga hech kim gapirgani yo'q. Qurilganicha hech kim gapirgan yo'q. Kechada kelib aytadiki, nima uchun so'ramay soldilaring deydi. Masalan, o'zimning joyim bo'lgandan kimdan so'rab solaman? Kim joyini so'rab sopdi shu vaqtgacha. Keyin kadastrga bordim, borib kadastr qilib beringlar, men uyda sop bo'ldim dedim. Lekin aytib, uyingizda o'tiravering, xola, o'zimiz borib xatlab kadastr qilib beramiz. Kelib o'tirmang dedi. Shundan o'tiribman, kadastr qilgan yo'q. Kechada kelib turib aytadi, nima uchun kadastr qilmading? Kimdan so'rab solding dedi. Men aytdim, o'zimning joyim dedim. O'zim yaxshi qilib olganman, traktor bilan surgiztirib. Qancha mehnatim ketgan bu yerga. 5 ta bolamni boqdim masalan shuni an o'qib. Svet o'tkazganmisizlar? Svet o'tkazganimiz yo'q. O'zimning kelinim yashaydi mana yerda, shundan ulab o'tiribmiz. Shularning anosiga, uch-o'rchiga ulag'amiz. Qo'lida kadastr hujjatlari bor fuqarolar hozirda mol, mulk va yer solig'i to'lashmoqda, ammo hozirda mas'ullar tomonidan noqonuniy qurilish sifatida ro'yxatga olingan ekan. shu joy shu savxozning 2010-yillar mana shu xirmon joyi bo'lgan bo'lsa, o'shandan bo'linib berilganda unovga qo'shimcha tomorqa hisobida. Lekin men o'zim ijarada edim. Mana misol uchun ikkinchi guruh nogiron qizim ham bor. Misol uchun ularni kecha menga qo'l qo'ydirib ketgani, soliq to'layapsizmi, yerdan foydalanish shuning uchun dedi, lekin jarima qo'llash uchun qo'l qo'ydirib ketgan. Men ma'nisini tushunmagan holda qo'l qo'yib qo'ygan ekanman. Nechinchi yil berilgan sizlarga? Nima sifatida berilgan? Bizlarga misol uchun mana shu yer musor bo'lib yotmasin, shu yerda qo'shimcha tomorqa hisobida berilgan. Lekin men misol uchun o'zim 5-6 yil kvartirada turdim bola chaqam bilan. Oxiri majbur bo'ldim solishga. Hali uyimni oldida olib o'taman, u yerda ham bir ko'rasizlar qanday ahvoldaligini. Lekin surdirganman, boshqaganman. Lekin mana suvsizlikda mahallaning o'zi ham biladi. Mana shu suv kelmasligini ham 4-5 yildan beri shu joyga suv kelmasligini ham. Mana shuncha aholiga berilgan. Mana misol uchun kelini, o'g'li mana yangamniki uyga muhtoj. Mana uyda solingan, lekin buzay beringlar maqsadi buzdirib buzay beringlar deyapti-da uyda. Bizga ham aytdi, tog'angga ham aytdi, mana shunchasini Kadastrga qachon ariza berdingizlar kadastrga? Kadastrga men o'zim ariza bermadim. Menga bittasi kadastr bo'limidan kadastrni chiqarib berdi, lekin bular taramayapti. Nazoratchilar. Bular noto'g'ri-ku. Men aytdim, mol-mulk solig'i hammasini to'layman, hammasini kvitantsiyasi turibdi 2016 dan boshlab. Lekin bular aytayapti, yo'q deyapti. Men kadastrni tekshirib ham ko'rdim, faol ishlab yotibdi. Mol-mulk solig'i, yer solig'i to'layman. Lekin bular faqat o'tirgan uchun soliq to'lagansan, yer ishlatgan uchun mol-mulk solig'i to'lamagansan deydi. Ko'rgan ham yo'q-da dokumentlar. Lekin mana dokument kadastr boshini ko'rib turib, yo'q, hujjatlaring noto'g'ri taqlangan. Sizlarga noto'g'ri deyapti. Hamma kvitansiyalar turibdi misol uchun. 6-yildan qachongacha to'lagan soliq? 2016 dan boshlab mana 25 gacha to'laganman. Mol-mulk, yer solig'i. Mol-mulk, yer solig'i. Mana bu yerda yana bitta hujjat bor. Mana to'lamay sal kechikkanga menga anov jo'natgan. Mana soliqdan. Yo'q, ogohlantirish jo'natgan.
misol uchun tekshirib ham ko'rishi mumkin. Men mol mulk yer solig'i to'lanib kelinyapti-da, mana varaqda. Hozir nima deya yashayapti? Bularning hozirgi aytayotgani, sizlar deyapti, noqonuniy solgansizlar. Bari buzishlaring kerak deyapti. Men misol uchun 4 ta bolam, misol uchun aytdim. Misol uchun o'g'limning kontragi bor. Misol uchun jarimani qayoqdan to'layman, qayerga ko'chib boraman? Fuqarolarning hozirgacha murojaat qilmagan rahbari, uchrashmagan tashkilot qolmagan, ammo mas'ullarning aytishicha, suvli yerda noqonuniy imorat qurish mumkin emas ekan. Hozir bu kishi aytyapti, kadastr agentligini rahbari bu sug'oriladigan yer maydoni deyilyapti. Men bu yerda ko'rmayapmanki, motordan suv chiqarmasa, ariqdan suv kelmaydi. Mana bu yerlar yantoqzor yotibdi. Mana Bahriddin qani? Bahriddin mana shu yer sug'oriladigan yer maydoniga kiradimi yoki sug'orilmaydigan yer maydoniga kiradimi? Sizlar ariqdan suv kelmaganiga necha yil bo'ldi? Xo'sh, bu murojaatga mas'ullar qanday fikr bildirishadi? 2025-yil 29-sentyabr kunida Katta qishloq mahallasida mana buyruq asosida davlat yer nazorati tadbirlari o'tkazishga kelganmiz va bu yerda qishloq xo'jalik foydalanadigan xaritasini 700-konturdagi, ya'ni bozor yer maydonida fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab qurish holatlari aniqlangan. Ushbu holatlar yuzasidan tegishli tartibda davlatnomalar rasmiylashtirish fuqarolardan tushuntirish xati olinib, hozirgi kunda ushbu yer maydoni suvli yer maydoni, ya'ni bog'zor sug'oriladigan yer maydoni bo'lganligi sababli tuman prokuraturasiga xat bilan berganmiz. Ushbu sug'oriladigan yer maydonlaridan har qanday qurilgan qurilishlar 2021-yil avgustda 708-qonunga o'zgartirishlar kiritilib, sug'oriladigan yer maydoni, ya'ni 2021dan keyin qurilgan uy-joylarga Jinoyat kodeksining 229-1 moddasi bilan jinoyat alomatlari borligi aniqlanib, jinoyat ishi qo'zg'atilganda, bizlar ushbu holatlarda endi nechinchi yil qurilganligini bilmaganligimiz bo'ynagi bu yerda har xilda 2016-yildan beri o'zboshimchalik egallab kelib uy-joy qurish holatlari aniqlangan. Ushbu holatlarni hammasini qo'shma tartib asosida tuman prokuraturasiga berganmiz. Hozirgi kunda prokuraturada tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Agar jinoyat alomatlari borligi aniqlanmay o'zimizga xat bilan qaytarib bersa, ushbu fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 60-modda 3-qismiga asosan eng kam ish haqi 200 barobar jarima hisob hamda mana yer maydonini o'z holatiga qaytarish bo'yicha fuqarolik ishlari bo'yicha Jomboy tumanlararo sudiga da'vo ariza kiritamiz. Ushbu yer maydon hozirgi kunda zaxirada bo'lgan. Bo'ynagi endi zaxiraga qachon olinganidan xabarim yo'q, lekin zaxirada qolib ketganligi sababli fuqarolar yilma-yil egallab kelgan. Ushbu holat hozirgi kunda kadastr agentligiga Uskosmos agentligi tomonidan yangi holatlar aniqlanib, bizlarda yer nazorati mana planshetimiz bor. O'sha planshetimizga yer nazorati dasturiga biriktirib berilganligi sababli ushbu Katta qishloq mahallasida yer nazorati tadbirlarini o'tkazganmiz. Fuqaroning qo'lidagi kadastrlarchi? Fuqarolarda hozir men qo'lda kadastrlarni ko'ryapman. Qani edi siz bitta hujjatingizni bering-da. Endi oldin agar xabaringiz bo'lsa, tuman yer resurslar va davlat kadastri bo'limi bo'lardi. Men xuddi o'sha sohadan chiqqanman-da. O'sha tashkilotda pechat bo'lardi, mana. Ya'ni bu yerda yer resurslari pechati bor. U pechat nima desam, faqat yerlarni bo'yna auksionsiz bergan vaqtda tanlovga bu ruxsat berardi. 18-yil bormidi o'sha tashkilot? 18-yil bor edi, 20-yil tugatildi u. 20-yil kadastr agentligi tashkil topdi. Bu hujjat 2018-yil qilingan, lekin bu kadastr yig'ma jildi uchun asos hisoblanmaydi. Endi bilmadim, o'sha vaqtda ishlagan xodimlar o'zlarining manfaatini ko'zlab bu ishni qilmagan bo'lsa, kallasi ishlagan xodim bu ishni qilmaydi. Hozir bularning qo'ldagi hujjat bilan soliq to'layapmiz deyapti. Soliq to'lash qadar yuridik kuchga egami yo'qmi? Yo'q, yuridik kuchga ega emas.
Guvohi bo'lganingizdek, hozirda 10 ga yaqin fuqarolar uyining yo'qligi sababli bu yerdan hovli ko'tarib makon qilishgan, ammo qolganlari esa tomorqa yer sifatida foydalanishmoqda. Balki lavha efir yuzini ko'rgach, tumandagi, viloyatdagi mas'ullar katta qishloqliklarning masalasini yaqindan o'rganib, xalqning dardiga oro kirishar. Uz Murojaat TV, Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.